do'stlar, bugun biz sizlar bilan bot akkauntni qanday qilib tezroq kuchaytirish va uni sariq tarkibga aylantirish mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi biz akkaunt ochayotgan vaqtimizda hujumchi olishimiz kerak. Mana shunday Markus Turan va Cody Gakpolar kabi hujumchilarni olishimiz kerak. Xo'sh, hujumchilar qanday? Mana 0 deb yoziladi, mana chap qanotga LV deb yoziladi. Mana shunday kabi biz hujumchilarni olishimiz kerakki, mana bunday kekka bo'lgan darvozabonlarni sotib olmash kerak yoki mana bunday himoyachilarni sotib olmash kerak. Akkaunt har doim bot bo'ladi. Biz birinchi boshlaganimizda 40 ta olmos va 120 ta tanga beradi. Men ozroq o'ynab qo'yganman, shuning uchun tanga olmoslar ozroq ko'proq. Biz bot akkaunt ochganimizda mana shu transferlar bo'limiga o'tganimizda mana shu yerda 120 tadan 40 ta tangagacha o'yinchilar chiqadi. Biz mana shu o'yinchilarni sotib olishimiz kerak. Xo'sh, o'yinchilarni o'chirish mana bu yerda amalga oshadi. Mana uni ustimasiz mana shunday narsalar chiqadi. Xo'sh, bularni biz olib o'chiramiz. Sotilsa desa ham to'g'riroq bo'ladi va mana bu yerdagi zaminadagi o'yinchilar bu yerda o'chiriladi. Mana bu yerda siz o'chirib qo'ygan mana bunday o'yinchilaringizni qaytarib olishingiz mumkin. Xo'sh, keyin biz endi Dilis akkaunt ochib boshlayotganimizda mana bu stadion bor. Mana bu stadion. Bu stadionni ko'tarish qanday bo'ladi? Xo'sh, mana bu narsa bor. Shu yerda mana shuni olib ketasiz. Mana 51-raqamga qo'ysangiz mana bunday 1813 ta tangaga bu stadionni full qilsak bo'ladi. Mana shunday full qilib ketaverasiz. Xo'sh, bu 45 mingtalik bo'ldi. Bu 25 ta. Agar siz buni full holatga kelsa 92 mingta bo'ladi. 92 mingta bo'lganda bizga bonus qilib 56 ta tanga qo'shib beradi. Bu akkaunt kuchayish uchun juda yaxshi. O'ynab chiqqanimizda 128 tadan 100 tagacha tangalarni olishimiz mumkin. Albatta o'zimizning stadionimizda bo'layotgan o'yinda. Xo'sh, Dilis 26 ham kelishga yaqinlashib qoldi. Mana bu yerlarda live o'yinlarni o'ynaysiz. Tierda biz kuchaytirayotgan vaqtimizda bu yerda mana shunday hujumchilarni shu joyga to'g'ri joylashtiramiz. Agar joylashtirishni bilmasak, mana shuni bitta bosganimizda mana bu 11 talik stadion bor, shuni bosamiz. U bizga o'yinchilarni joylab beradi, lekin men buni bunday qilaman va bu ikkalasini almashtiraman. Mana bu yerda fitnesslar bor, menda o'zi 100 tadan oshib ketdi. O'yinchilar bilan kuchaytiramiz. O'yinchilarni kuchaytiradigan joy. Xo'sh, video hammaga qiziqarli bo'lsa, like obuna bosib qo'yish. Mana bosib qo'yamiz. Keyin mana bu yerda 145 ta olmos yozsak bo'lardi. Keyin mana bu yerlardan bularni ochamiz. Keyin biz ko'proq live karyera o'yinlar o'ynaverganimizdan keyin mana bu klassik joylardan sariq o'yinchilar chiqa boshlaydi. Xo'sh, hammaga videomiz yoqqan bo'lsa, like obuna bosib